alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'p, Mana bu shu yerda nuqtada savol bizada bor edi aka. Mhm. Hop, o'zi sel kiruvdim. Mhm. Shu nima sababdan kirgani mana H4da toshlar trendlini hosil bo'lgan ekan. 32 dan kirdim. Stopim 42 dashim bitta tekshirib berasizmi? Hisobni oladi. Скорее всего, katta ehtimol bilan hisobni olish kerak. Chunki men bu как minimum mana bu support bor-ku. Mana shu supportgacha narx hozir to'xtovsiz uchadi deb o'ylayapman-da, chunki minimumni yangilolmadi, maksimumni yangilaydi. Maksimumni yangilagandan keyin 42 mana shu yo'g'ini o'zida turibdi. Hmm. Hozir qarang, yana ozgincha mana sweep qildi. Hozir yana shu rezistensiyadan tepaga narx o'tib olsa, уже baga ketaveradi-da. Shuning uchun ham selga qiziqmaymiz. Selga men hozir sizlarga tushuntirib zona beraman mana bu nuqtada. O'sha nuqtaga kelib откатga ishlab olishimiz mumkin shunda ham selga. Ata qarang, mana bu sap rezistansini buni buzib qo'yapti. Switcher M5 yopiladi. Shunday yopilgandan keyin ikkinchi switcher tepada yopilib bersa, ikkinchi switcher shu zonani o'ziga test qilib chiqib ketishi ham mumkin. Xo'p, streamni bo'lmasa boshlaymiz akalar. Birinchi kechagi analizdan boshlaymiz. Kechagi analiz bo'yicha bizani pastda buy zonamiz bor edi. Biz mana bu nuqtadan ishlab oldi ko'pchilik. Xo'p, bu nuqtada keldi stoplarni terib oldi. Stoplarni yig'ib olgandan keyin yangi trend hosil bo'ldi. Xo'p, u trend mana bunaqa ko'rinishda. Mana o'sha trend va o'sha trend buzilgandan keyin buzib retest shu bilan narximiz tepaga chiqib ketdi. Ya'ni biz ko'zlagan narxgacha ham chiqdi past deyishdi. Biz ko'zlagan narx 3345 edi, chunki bu nuqtada ko'plab minimumlar va maksimumlar joylashgan. Kecha aytib o'tganimdek, shu uchun ham kuchli uroven narxni o'ziga tortib oladigan kuchi bor. Xo'p, narx tepaga chiqdi. Shu bilan откат berdi. Minimumni yangilolmadi-da, tashlab ketgan zonasi bor-ku, по-любому keldi shu zonaga. Ya'ni biz kecha kutgan zonaga. Bu ertalab kelgan, endi ko'pchilik o'zim ham kira olmaganman, ko'ra olmay qolganman. Bizaga sistema bo'yicha konkretni zonaga keldi. Engulfing hosil qildi. Engulfing hosil qilgandan keyin shuni o'zini atrobotka qilib, narx shu bilan tepaga chiqib ketyapti. Va bizda mana bu nuqtada ko'pchilik SNRchilar mana golova plichoni ham ko'rishi mumkin. O'zim ham ko'raman. Bitta yelkasi minimum golova. Buni yangiladi. Ko'pchilik bu nuqtadan selga qiziqadi. Lekin selga yurmadi. Narx bu zonani tepaga buzib qo'ydi va shu zonani o'ziga test berib, hozirda narx tepaga chiqib ketyapti. Mana M5 ham tepada yopildi o'zidan oldingi M5dan. Yopildimi? Yo'q. Yopildi. Xo'p, endigi navbat bizani qiladigan vazifamiz. Men bu yo'g'ini o'tkazib yubordik. Ofisda emasdim, bo'lmasa stream qilib sizlarga tushuntirardim. Bu yo'q o'tkazib yubordik. Пока что kutamiz. Men bu nuqtaga yokida ikkita zona beraman sizlarga. Sizlarga bu ham откат uchun, lekin bu ham unaqa uzoq ushlash uchun emas. Bu analizlarni o'chiraman. Bu yo'q menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Bu ko'plab zonalar juda ko'payib ketadi. Shu sababli bularni o'chiraman. Yangi analizni boshlaymiz. Men buni o'chirib turaman. O'zim uchun chizgandim. Xo'p. Biza shu nuqtada demak kichik kanalcha hosil bo'layotgandan, ya'ni naklon kanal hosil bo'layotgandan ko'rishimiz mumkin bevosita. Mana o'sha bizning kanalimiz. Как раз kanalimizning yuqori qismiga to'g'ri kelar ekanda, kattalar. Qaranglar. Qiziqishimiz mumkin. Support bor, o'sha narx yana 3345 narx примерно plus minus. Shu narxga bozor kelgandan keyin tasdiq bersa, qiziqib ko'rsa bo'ladi selga. O'zi trend baga ketyapti. Mayli qiziqib ko'rsa bo'ladi, chunki asosi bor. Birinchi asos kanalning yuqori qismi buzib qo'ymasa agar atboy olish ehtimoli bor. Ikkinchi asos support, ko'plab minimumlar va maksimumlar qatnashgan narx, juda kuchli narx hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi demak sababimiz bo'ladi. Agar undan keyin yana shu zonaga narx kelib, shu narxga kelib, nima tasdiqlab olishimiz mumkin? Kichik naklon hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Kichik naklon hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Или там engulfing kutamiz. Engulfing hosil bo'lgandan engulfing примерно xuddi M5 da, как minimum M5 da hosil bo'lishi kerak bizada. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'zidan oldingi switcherdan katta switcher hosil bo'ladi. Shuni zona qilib belgilab olamiz. Xuddi boyagi men belgilab olganimda
shunaqa ko'rinishda zona qilib belgilab olamiz va shu zonasiga kirib kelgandan keyin bitim oshiramiz amalga. Endi bu bayga bo'lganligi uchun bunda shpilkadan pastda stop loss bo'ladi. Sel uchun esa tepadagi shpilkadan yuqorida stop loss joylashgan bo'ladi. Endi tasdiq bergan svichadan keyin. Birinchi zonamizda shu, agar mabodo bu zonamizdan narx buzib tepada zakrepleni beradigan bo'lsa, tasdiq bermasdan buzib tepada zakrepleni beradigan bo'lsa, bizda mana bu nuqtada skretni liniyamiz bor va shu skretni liniyamizdan demak plus minus bu ham bizda keyingi zonaga to'g'ri kelyapti. Bu yoqda ham ko'plab minimum va maksimumlar qatnashganini ko'rishimiz ham mumkin. Mana maksimum, mana minimumlar, mana maksimum, mana minimumlar. Ya'ni kuchli narx. Endi bu yoqda zona salgina katta bo'lgan. Endi buni filtr qilib kichraytirishga harakat qilamiz ekan. Xo'p, buni kichraytiradigan bo'lsak, shu ko'rinishda men qisqartiraman bu zonani. Chunki bu juda katta zona. Bizga unaqa katta zona yaramaydi. Shu ko'rinishda qisqartirsam bo'ladi. Chunki ko'plab kassanerlarni ko'raman-da. Men bu yoqlarda ko'p kassaner, mana bu switch ham shpilka shu yoqqacha chiqib pastga tushgan. Bu yoqda kassaner bor, bu yoqda, bu yoqda, bu yoqda, bu yoqda fake, bu yoqda bor, mana bu yoqda ko'plab kassanerlar bor. Shu uchun ham agar bu zonamizda tasdiq bermasa, narx tepaga yorib qo'yadigan bo'lsa, bu zonani kutamiz va shu zonadan yana tasdiq kutamiz. Bu zona bizda 33.60, 33.70 narxda примерно 100 punktlik zona. Endi biz bilamiz, zonaga kelgandan keyin baribir ham to'pa kirmaymiz. Tasdiq kutib, tasdiq qay ko'rinishda 3 xil tasdiqni ko'rsataman. Yangi kirganlar uchun, eskidan kirganlar bilishadi. Birinchi model oddiy hammamiz biladigan global plichoni ishlatib, coin pattern ishlatib kirsak bo'ladi. Ya'ni narx o'sib kelayotganda. Ikkinchi tasdig'imizda narxda qanaqadir naklon hosil bo'lsa va naklon buzilsa, retestdan kirib olamiz ekan. Plus minus chizdim. Xo'p, bu ikkinchi tasdiq. Uchinchi tasdig'imizda bilasizlar, o'sha engulfing chizib o'tirmayman. Boya pastda M3 time frame bo'yicha ko'rsatdim. Xuddi shunaqa engulfing hosil bo'lsa, engulfingdan kirib olishimiz mumkin. Hammasi birdaniga to'g'ri kelib qolsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Ya'ni qaysidir M5 time framelarga ko'rsak, glava plicho ko'rishimiz ham mumkin. M5, M3 time framelarga engulfing hosil bo'lishi mumkin va qanaqadir mana glava plicho по-любому hosil bo'lgandan keyin uni naklonchasi bo'ladi va naklonni buzib retesga kelayotgan bo'lsa, bu juda yaxshi degani. Ko'plab qancha tasdiq ko'paysa, shuncha сделкani ishlab berish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Xo'p. Shu bugungi tillar bo'yicha ideyalarimiz shulardan iborat. Endi savol javobga o'tsak bo'ladi. Mana bu hammaga tushunarli bo'ldi. Birinchi zonamizda 33.45 narxida plus minus. Buni asosi demak kanal va support borligi. Xo'p. Supportda yangi resistance hosil bo'lishi mumkin degan ehtimol. Xo'p, undan keyingisi demak mana bu nuqtada bizda skritni liniya bor. Skritni liniya bor va demak bu nuqtada zonamiz bor. Zonamiz katta 33.60, 33.70 narxda примерно. Ну, по-любому zonaga kelgandan keyin tasdiqlarimizni kutib, tasdiqlarni bergandan keyin bozor, ana undan keyin harakatlansak bo'ladi. Endi bay uchun ham nimadir bermoqchiman, lekin bay uchun hozir bu yoqdan ketsa, uje bay uchun qiziqmaslik yaxshiroq, chunki minimumgacha narxni tortib olishi mumkin. Minimumgacha bo'lmasa, mana bu nuqtagacha narx kelib qolishi mumkin. Yo'qacha kelmaguncha sizlarga пока что bay uchun idea bermay turaman. Endi men bu kanal tepa qismi yorilgandan keyin ham bayga ishlab olsangizlar bo'ladi desam bo'ladi. 346 dan to 60 gacha. No 100-150 punkt men o'ylayman ozgina bu yoqda stop loss ham по-любому katta bo'ladi. Soatnashini olib chiqish qiyin bo'ladi. Birga bir soatnashini olib chiqish mumkin. Undan вряд ли. Shu uchun Luchi sistema bilan konkretni plan bo'yicha ishlaymiz va planimizda mana shu ikkita zona qaysi birida tasdiq bersa, o'sha zonadan demak harakat qilib ko'rish kerak. Xo'p, endi buni sizlarni eslaringizdan chiqmasligi uchun yengil kanallaringizga ham tashlab qo'yaman.
tushsa take profit qayoqda deb so'rashinglar mumkin. Birinchi take profit 33.10 narxda bo'ladi. Ya'ni birinchi kelib berish kerak bo'lgan nuqta. 100 punktdan по-любому save qilsangiz bo'ladi. Aka, stopimni 45 ga ko'chirib qo'ydim men. Turaversinmi yo? Stopizni 45 ga, naоборот 45 da bizning zonamiz-ku aka, kirish uchun точка входа qidiradigan. Qo'ysangiz 47 ga qo'ying endi. 45 ga shuncha endi ko'tardingizmi? Men o'zi ko'tarishni tarafdor emasman. Tepaga yoping degan edim endi ha. 45 da lekin aka bizning zonamiz. Men sizga 45 ga qo'ying deya olmayman-da. 45 ga kelgandan keyin по-любому bitta ozgincha откат bo'lish kerak, хотя бы mana bu zonagacha 38 gacha. O'sha paytda vaziyatiga qarab esga chiqing. Agar engilfing hosil bo'lmasa. Xo'p. Shahramol aka, Laba. borida mana bu 3 minutlikka tushsangiz, keyin 3228 da треугольник qildi-da. Ko'p pozitsiyalarimni save qilishga majburlagan joy. Ana shu chapda. Mana shumi? Ha. Sherdan save qildim 29 larda tushib ketadimi deb sell oluvdim, stoplarim urdi, yana dalifga qildim. Ha. Mana shu треугольник haqida ko'proq tushuntirib bersangiz, qaysi payti ko'proq ishlab atrobotga qilib pastga ketadi yoki tepaga ketadi? Qarang, men треугольник haqida sizga o'zimning fikrimni aytib beraman. Meni fikrim shundan iboratki, треугольник 5 yil oldin yaxshi ishlardi. Unda ham lekin M3 time frame da emas, M5 da emas. U M30 H1 time framelarda zo'r ishlab berardi. Ana undan keyin примерно 2-3 yildan beri pram chapachasiga ketyapti треугольник. Chunki juda ko'plab kitoblarda ham, juda ko'plab internetdan tulib ketgan треугольник haqida menimcha sabab shu deb o'ylayman. Ya'ni треугольник mana bunaqasiga hosil bo'ladi, bilasizlar? O'z tushuntiryapman треугольник haqida. Ya'ni ana shunaqa holatda примерно треугольник shakllanadi. Qaysi tomonni buzib o'tsa, mana bu diapazon qancha? Mana shu diapazon qancha bo'ladigan bo'lsa, bozor ham shuncha yurib berish kerak o'zi kitob bo'yicha. Mana shunaqa tepaga buzib o'tsa, mana shu orqa qismi qancha necha punktga teng bo'lsa, shuncha yurib berish kerak. Pastga buzib qo'yadigan bo'lsa, pastga ham shuncha yurib berish kerak. Endi hozir треугольник nima qilyapti? Pastga buzib qo'yapti, retest beryapti, yana pastga ketganday ko'rsatyapti-da, keyin tepasini buzib ketyapti. Juda ko'p holatlarda примерно chizib ko'rsam, lekin traderni ko'zi bilan ko'rganda o'zi traderlar tushunadi. Ya'ni tepasini buzib qo'yadi, retest ham ozgincha berganday bo'ladi, yana tepaga ketganday bo'ladi, naоборот pastni buzib ketib qoladi. Shuning uchun треугольник absolut ishlatmay qo'yganman shaxsan. O'sha uchun bironta analizlarimdan треугольник yo'q. Kanal bor, kanal zo'r ishlaydi. Konkretniy naklonlar konkret ishlab beradi, zonalar konkret ishlab beradi. Lekin men треугольник sal mazasi qochgan. Bu birinchi klassdan nimasi-ku треугольник? Tradingda olsa, misol uchun bu birinchi sohaga tradingga kirganda, misol uchun o'zim ishlatganda, menimcha ko'pchilik ham shunaqa bo'lsa kerak. Shuning uchun ham men o'ylayman, hozirda bu ko'p aldayapti-da, tepani buzib qo'yib, retest berganday qilib tepaga ketish kerak bo'lgan joyda pastga ketib qoladi. Pastni buzib retest berib, pastga ketish kerak bo'lgan joyda tepaga ketib qoladi. Konkret shunaqa holatlar ko'payapti. Hozir imенно siz aytgan joyda menimcha shunaqa bo'lgan bo'lishi kerak. Sizga informatsiya bergan, o'zi обратный tomonga ketib qolgan. Tushunaymi? Mana bu nuqtada примерно. Mana buni ko'rganmiz nimada? Hozir shikoyat qilaman. Ya bunga ham lekin buzmagan-ku. O'zi boshqacha chizdingizmi? Bunga ham tepani buzgan-ku. Ozgina tushganini ko'rdim, bu ketyapti. Ozgina tushganiga hovliqibsiz ana shu ozgina. Katalog ochgandim, save qildim-da keyin. Qarayadi, bu blokcha ham turibdi. Agar M3 da ishlatadigan bo'lsangiz, lutcha engilfinglarni mohiyatini tushunib, engilfinglarni ishlatsangiz, bundan ko'ra ancha foydaliroq. Lekin bu yoqda lojni qilgan, lekin buzib o'tmagan. Aka. Bu yoqda lojni qilgan, ya'ni shpilka bilan buzib o'tgan. Lekin konkret buzish bo'lmagan. Keling, yana tradingda chista luchni qo'yib ko'ramiz. Chista luchni qo'yib ko'ramiz. Ana shu switchga bergan ekan. Buzganday ko'rsatgan ekan. Unaqa holatda, misol uchun skalpel qilib ishlayapsiz kichik time frame da, unaqa holatda ketma-ket switchni kuchishingiz kerak bo'ladi, shpilkasini. Ya'ni siz tasdiqni oldingiz, ya'ni proboy qilish kerak edi sizga, pastga proboy qildi.
ana undan keyin qilishingiz kerak bo'lgan, yana tasdiq olishingiz kerak bo'lgan narsa, siz misol uchun ana shu yoqqa bo'ldi retestdan hozir ana shu yoqdan kiraman deysiz-ku. Siz lutchi bu yoqdan kirmang, yaxshiroq vaziyatda bu yoqdan kirmaysiz, ana bu shpilkasini ketma-ket uradi-yu, Sirojudin o'rgatgan sistema. Ya'ni switchlar ketma-ket yangilanishi. Va shpilkasini urgandan keyin kiring. Shunda hatto yuradi-da siz tomonga, ozgincha bo'lsa. Bunaqa holatda уже bu shpilkasini urmagan, ketma-ketlik bo'lmagan sababli bu narx qaytib triggerlingning ichiga kirib olgan, shu uchun qaytib triggerling отбой vazifasini bajarib, narxni tepaga o'stirib yuborgan. Xo'p, lekin общий ideyamiz yana o'sha. Общий ideya esdan chiqmasin hech qachon, ko'plar. Baribir trendimiz hozir bu yoqda naqloncha hosil qilyapti. Lekin ko'plab baribir vinimanni ko'proq bayga berishlaringiz yaxshiroq. Endi hozir ikkita bergan zonamdan baribir отбой olish kerak, откат berish kerak. В основной trend baydaligini kecha tushuntirib berdim. Ya'ni men bu trend buzildi. Bu konkretni kuchli trend. Demak, bu trendga retesga keldi narx. Demak, ideya bo'yicha bozorning demak asosanisi bo'yicha narx kelib, men maksimumni yangilab berish kerak. 1 punktga bo'lsa yangilab berish kerak bo'ladi. Har doim. Chunki retestdan keyin предыдущий high или low yangilanadi degan qonun qoida bor bozorda va juda ko'plab marotaba buni ishlashni guvohiga aylanganmiz. Har doim 100% ishlamasam, baribir ko'plab holatlarda ishlaydi. Baribir biz ham qonuniyatga asoslanib ishlashimiz kerak. Narx 45 ga impuls bilan emas charchab kelsa ham bir tomondan yaxshi. Charchab kelsa tasdiqlarni olib, tasdiq bersa harakat qilib ko'ramiz. Ko'plar agar bu nuqtada tasdiq bo'lmasa, bu nuqtani kutishga to'g'ri keladi. Endi men streamda sizlar ko'rdingizlar, men buni xabarlarga tashlab qo'yaman. Savol bo'lmaydi, men uncha tushundingizlar. Ana bu streykani o'chirib turaymi? Buni o'chirib turaman. Chalg'itmasin sizlarni просто. Ya'ni ikkita zona bu yoqda, bu yoqda. O'zi tushunarli bo'ldi, menimcha. Alo. Alo. Xo'p, yana mavzu bo'yicha kimda qanaqa savol bor? Hali tushunmagan joylaringiz bor? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Karim aka ham savol bor edi. Mana shu ikkinchi zona 62 gacha kelsa agar shu kanalni ichiga kiradimi yo? Yo'q. Уже bu men bu skritning liniyaga kiradi. Men bu yoqda skritning liniya bor. Shu skritning liniyaga tegsa agar bu qaytib kelib 311 gacha tushadimi yoki mana shu o'rtada qolib ketishi ham mumkinmi? 45 dan yana retest berib tepaga ketishi mumkinmi? Mumkin, lekin biz по-любому biz 60 dan kirgan, 45 ga narx kelgandan keyin 150 punkt bo'ladi. Save qilishimiz kerak bo'ladi. Save qilib, dalcha xotirjam kutsak bo'ladi. Pastga kanalning ichiga qaytib kirib olsa, pastga tushib ketadi. Kira olmaydigan bo'lsa, qaytib kanalga retest berib, yana supportga va kanalga retest berib, dalcha tepaga chiqib ketishi mumkin. Ya'ni mana bunaqa bo'lishi mumkin. Mana bunaqa. И дальше yo'qdan polot. Shuni aytib o'tdim. Bo'lishi mumkin. Shu uchun ham har doim biz safe degan narsani ishlatishimiz kerak. Safe degan o'zi tarjimasi ham
saqlab qolish, xavfdan qutqarib qolishda tipa ma'nosi. Ya'ni xavfsiz qilish. Shu uchun ham biza xavfsizlik uchun biza tomonga 100 punkt, 150 punkt urib bergandan keyin save qilishimiz kerak bo'ladi. Save qilib, dalsh qolganini ushlasak bo'ladi. Dalsh qolgani o'zi bizada katta punkt va katta daromadni olib keladi. Agar ketmasa, hijmasiz ham qolmaysiz. Hech nima yo'qotmaysiz ham. Hech nima yo'qotmasligingiz aniq, lekin hech nimasiz ham qolmaysiz-da. Save qilganingiz bor sizni. Ideyangizni ishlatib, bozorda oladigan nasibingizni olganingiz bor bo'ladi. Shuning uchun ham save qilib har doim ishlashinglarni maslahat beramiz kattalar. Narx sekin zonalarimizga kirib kelishni boshlayapti. O'zi streamni sekin yakunlaymiz. Agar o'zim Engulf'ni ko'rib qolsangiz, sizlarga ham xabarlarda tashlab qo'yaman. Atak как minimum M5 time frame'da, M5 da deyman, M5 da manipulyatsiya bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun ham как minimum M5 time frame'da endi zonaga kelyapti. Zonaga kelib, yashil switchlar tugab, oxirgi yashildan keyin katta qizil hosil bo'lishi kerak. Tipa mana bunaqaga o'xshagan. Ana bu yoqqa bo'lgan-ku ana. Endi bu mana bu switchda bo'lish kerak bo'lgan, bunda bo'lmagan, bunda sizda bo'lgan. Ladno, по-любому bo'lgan. Mana bunaqa switch, ya'ni yashildan keyin qizil katta va yashilni zonasini zona qilib belgilab olamiz. O'sha zonaga kirgandan keyin bu tomonlarga o'chiramiz. Shpilkadan yuqorida, 15 ming yuqorida stop lossimiz joylashgan bo'lishi shart va zarur. Stream hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozircha streamni yakunlaymiz. Va xudo xolasa Amerika sessiyada bitta chiroyli stream qilib, endi bu bizning bugungi ideyamiz, savdo ideyamiz. Endi bozor zonalarimizga kelib tasdiqlab bersa, yana live trade qilishga ham harakat qilamiz kattalar. O'zi stream sekin yakunlayman va zapisni tashlab qo'yaman. Kech kirganlar zapisni ham kirib ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Rahmat. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Babi? Deyman, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.